Mana o'zimizdan o'zimiz tursak pul topilib qolmayaptimi? Tey tursak lecheniya bo'lib qolmayaptimi? Tey tursak taqvodor bo'lib qolmaymiz. O'zimiz ustimiz ishlashimiz kerak. Nima qilsam men g'iybat qilib qo'ymayman. Nima qilsam g'iybat eshitib qo'ymayman. G'iybatchilarga qo'shildingiz, g'iybat eshitasiz, g'iybat qilasiz. Kechish kerak uni odamni, yo'qotish kerak. Bugun shu yerda o'tirgan biz musulmonlar va butun umuman musulmon olamiga g'iybat oddiy bir odamni yomonlab o'tirish oddiy. Choy ichib o'tirgandan oddiy bo'lib ketgan. G'iybatchi odam do'zaxi bo'ladi. Sen qayerdan bilasan deydi. Ha, men hadisdan bilaman men. Lekin qiyomat qachonligini ayta olmayman, men bilmayman men. Qur'onda ham hadisda ham yo'q. Yomg'ir qachon yog'ishini bilmayman men, chunki Qur'on hadisda yo'q bu haqida ma'lumot. Qachon o'lishimizni men bilmayman. Qur'on haqida, Qur'on hadisda yo'q bu ma'lumot. Onani qonida o'g'ilmi, qizmi, qiyshiqmi to'g'ri bilmayman men buni. Qur'onda hadisda bu ma'lumot yo'q. 5 ta narsa haqida. Qachon o'lishimiz, yomg'ir yog'ishi, qiyomat, ichida turib nima bo'lishligimiz, yana nima qoldi? Onani qonida. Bo'ldi. Qolgan haqida Qur'on va hadisda ma'lumot bormi? G'iybat qilguvchilar harom ish qilgan bo'ladi. Harom ish qilguvchilar do'zaxda yondiriladi deyilgan. Shundan kelib chiqib biz aytamiz. Biz qiyomatdagi holatni to'shli bilamiz degan da'voyimiz yo'q. Hadis va Qur'ondagi ishoralarni biz aytamiz. Shuning uchun biz nima qilsak, ko'z, quloq, burun, oyoq, qo'l va boshqa a'zolarimizdagi harom ishlardan uzoqda bo'lamiz. Shuni kalla qatirishimiz kerak. Shuna bolalar bormi, qo'shilmaslik kerak va bolamizga, o'g'limizga, qizimizga o'tgan safar aytdik, ota-ona haqida gapirganimizda, bizi onalik, otalik burchimiz qizlarimizga qanday qizlar bilan dugona bo'lishni o'rgatish, o'g'illarimizga qanday bolalar bilan do'st bo'lishni o'rgatish, uyatsiz, behayo, xohlagan mashinasiga chiqib ketaveradigan, bolalar bilan bemalol telefonda gaplashadigan qiz bilan dugona bo'lmasin ayting. Esli qiz, zo'r qiz, men uni olaman desam, dadam unamayapti. Qatdan bilasiz esli zo'rligini? 5 yildan beri gaplashaman deb beradi. 5 yildan beri bitta bola bilan gaplashib yurgan qiz esli qizmish. Nimasi u esli? Esli qiz gaplashadimi? Telefondami, telegramdami, SMSdami, hayotdami, qatdan gaplashadi? Bitta men bilan gaplashadimish. Siz kimsiz? Ko'ryapsizmi? Bu nima deydi? Vafodor uyatsizda u. Vafodor uyatsiz. Ya'ni vafosizlar bo'ladi, fohishalar. Ertaman bittasini jonim deydi, bitta 10 da bittasini asalim deydi, kechpa bittasiga sizdan menga boshqasi kerak bas deydi. Chunki unda $200 cho'ntagida ko'rib qoldi-da. Ertasiga chiqib yana o'shlarda yuraveradi. Astag'firulloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Xo'p, Payg'ambarimiz alayhissalom aytlarki, kim agar quyosh botadigan tomondan chiqqungacha tavba qilsa, Alloh tavbasini qabul qiladi dedilar. Bu qiyomatning eng oxirgi alomati hisoblanadi. Quyoshni botish tomondan chiqishi, ya'ni teskaridan chiqadi, shu bilan qiyomat boshlanadi. Bu degani Allohning mehribonligini ko'ringki, ko'raylikki, Alloh tavba eshigini qiyomat kunigacha ochib qo'ygan, yopilmaydi bu. Yopilmaydi bu. Faqat bir shaxs uchun tavba eshigi yopiladi. Bu tavba eshigi optim hamma uchun qiyomatgacha ochiq. Bir shaxs uchun yopiladi. U kimga? Rasululloh alayhisolom aytdilarki, odam jon berib maytida xirillab qoladigan payt keladi. Shu paytigacha u odam uchun ochiq bo'ladi. Xirillab keldi, yopiladi. Bunga tavba eshigi shirqqat yopiladi. Lif yopilib qo'yadi-yu. Jon oyog'idaligida ham bo'ladi bu. Ya'ni xir-xir qilib qoladi, shunda shirqqat tavba eshigi yopiladi, bo'ldi. Dod deydimi, voy deydimi, unga yopiq bo'ldi, kira olmaydi tavba eshigidan. Tavbasi qabul bo'lmaydi uni. Nimaga? Sabab
u paytda u inson uchun boradigan joy ko'rsatib qo'yiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Boradigan joyini ko'rmagungacha odam o'lmaydi deganlar. Jannat bo'lsa jannatni ko'radi, keyin joni chiqadi. Do'zax bo'lsa do'zaxni ko'radi, keyin joni chiqadi. Albatta do'zaxni ko'rgandan keyin nima deydi? Ey Xudo kechir deydimi? Bo'ldi, u pozna endi u. Endi xinani boshqa yoqqa ishlatadi endi. U odam uchun kech. Shuning uchun Rasululloh alayhisalom ajjilu bit-tawbati qabla al-maut, o'limdan oldin tavbaga shoshilib oling. Hozir tavba qiling, hozir qilish kerak. Chiqib bas, yo'lda ketyapti, tavba qil, hozir qilish kerak. Ey Xudo kechir, qalbda kechir. Hozir chiqaman, batda tashlab bo'lmayman, nosqovog'imni tashlayman, sigaretimni tashlayman. Bo'ldi, telefondagi uyatsizlarni bloklayman. Bo'ldi, tamom. Bu yoshlarga tegishli. Instagramga kirib olib, uni ko'rib, buni ko'rib, vaqt o'tkazib, birinchidan umrimizni yeydi. Qalbni o'ldiradi. Hasanotlarni o'ldiradi. Oxirat vayron bo'ladi. Ko'ras nima foyda bu? Ko'rmoq bor, yemoq yo'q. Olmani ko'rib, dahshat u. Qani o'sha olma? Ishlayman, siz bor damingni ol deydi. Sen kimsan sen? Chunki eng zo'ri nima? O'sha rasvolarni ko'rib gunohkor ham bo'lmaylik. O'zimiz kasal ham qilmaylik. Urolog doktor bilan gaplashingda ko'p olmani ko'rish odamni qulog'ini qimirlamaydigan qilib qo'yadi. Yuraveradi keyin. Shashka o'ynaymizmi deb. Shuning uchun hamma tomonlama zararda, xullas, sog'liqqa ham, vaqtga ham, qalbga ham, oxiratga ham. Ya'ni bizga u umuman inson zoti uchun to quyosh bag'dan chiqqungacha tavba eshigi ochiq ekan, biz iminni o'zimiz uchun o'lganimizgacha tavba eshiklari ochiq ekan. Shuning uchun Rasululloh alayhi vasallam o'lishingdan oldin tavba qil ol dedilar. O'lish haqida Alloh qachon o'lishingni bilmaysan degan. Shuning uchun tavba qilaveraylik. Bugun hozir jumadan chiqib uyga yetib boramizmi? Savol. Bilmaymiz. Alloh biladi. Shuning uchun tavba qildik, tavba qilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadigan astag'firullah, tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Qarang, bizni najot topishimizni Alloh tavbaga bog'lab aytayaptiki, ey bandalarim, ey insonlar, sizlar hammalaring, ey mu'minlar, ayyuhal mu'minun bizga aytayapti, ey mu'min, hammang tavba qil, shoyatki najot topsang deyapti. Bu degani qiyomat kunidagi qabrdagi muammo, qiyinchilik, azoblardan chiqib ketish nima deykan? Tavba deykan. Tavba qilsak inshaalloh qiyomatdagi qabrdagi muammolarga yo'liqmas ekanmiz inshaalloh. Alloh boshqa bir oyatda aytadiki, istag'firu robbakum thumma tubu ilayhi deydi. Robbilaringga istig'for aytinglar, so'ngra tavba qilinglar deyapti. Nima farqi bor ikkovini desa? Tavba deb turib ulamolar aytganki, kelajakda qilinadigan ishlardan uzoqda bo'lish va o'sha ishlarga tavba qilishni tavba deydi. Istig'for deb turib o'tmishdagi, ya'ni oldin qilib bo'lingan gunohlarga istig'for deydi, buni deydi. Shuning uchun astag'firulloha va atubu ilayhi deymiz. Istig'for deyotgansizlar muallim sonida, to'g'rimi? Keyin bomdodlarda ham ko'p o'qiladi. Astag'firulloha va atubu ilayhi. Allohga istig'for aytaman va atubu ilayhi. Allohga tavba qilaman degan. Ikkovi ham tavba, kechirim so'rash, bittasi avvalgi, bittasi keyingilariga. Bu nima degani? Inson xatodan xoli bas degani. Gunoh shu kungacha qildikmi, bundan keyin ham qilib qo'yamiz. Qilib qo'yar ekanman deb qilishmi? Tavba degani shu gunoh qilmaslikka qilingan harakatning nomini tavba deydi, taqvo deydi. Harakat qilyapmiz, so'qatmaslikka qilyapmizmi? Aytadi-ku, qishda g'amini yozda ye deydimi? Haqiqatda qarasangiz, kimdir apilga to'ktirgan, ko'mir to'ktirgan, turba toptirgan, nimaga? Yoz terlayotibmiz, ko'mir tushirgan. Noto'g'riga o'xshaydi, lekin buni bobolarimiz bekorga aytmagan buni. Sabab qishga yaqin birinchidan qimmat bo'lib ketadi, ulgurmay qolamiz, pul yo'q bo'lib qolishi mumkin. Deganim, xo'p, biz
o'sha inson xato qilar ekanmi? Ha, tavba degani kelajakdagi gunohlariga kechirim so'rashmi? Ha, shunaqa ekan. Ha, gunoh qilar ekanda bo'lmasam, davay bo'lmasam emas. Taqvo degani shu gunohni qilmaslikka bo'lgan harakat. Erta uxlab yotsak, bomdodga turishimiz oson bo'ladimi? Shuning uchun bomdodga turish g'amidagi uyqu vojib bo'ladi mana shu. Kech uxlashlik bomdodda qazo qilyaptimi? Kech uxlashlik gunoh bo'ladi. Bugun soat 3:30 da telefoni betiga tushib ketib uxlayotgan odamlarda 3:30 gacha Telegram, Instagram, Facebook endi ketdi shu bilan. 3:30 da uxlagan kalla bugun siz 5:30 da uyg'otadi deb o'ylaysizmi? Damingni ol deydi. Damingni ol bola deydi. Hatto budinlik ham qulog'imizga kirmaydi. Nimaga? Dam olmagan organizm, mana dam olmagan mashina qizib ketaveradi-yu. Dam olmagan organizm yo'q deydi. Men yaramayman bunga deydi. Shuning uchun nan baykiron, qum baykiron, erta uxla, erta tur. Bu sunnat payg'ambarimiz alayhisalom. Xuftonda uxla. Ya xufton qishda 6:30 da ekan. Nima bo'ldi? Uxlar 6:30 da. Uxla 6:30. Lekin birda tur. Birda tur. Bo'l, birda turib, tahajjud, trenirovka, kitob, internetga kirib foydali narsalar. Shu kitob hamma kerakli narsa. Shart emas 6:30 gacha uxlash. 12 soat. Odamni charchashdan kelib chiqib, fizik mehnat qiladiganlar 6 soat, 7 soat uxlaydi, iloji yo'q ular. Lekin yengil ish qiladiganlar 5 soatdan menimcha qoplaydi. Shuning uchun sahar turgin kelsa, kech payt ko'p ovqat yema deydi. Sabablari ko'p, shu sabablarni qilishni taqvo deydi-da, ha, siz uxlab qolyapsiz. Uxlab qolmayapsiz mana. Nechta odam bomdod qazo qilmayapti-ku. Nimaga siz qazo qilasiz? Sabab dangasasiz. Yotishdan oldin yordam so'ramayapsiz. Ey Xudo, uxlab qolmay bomdodga. Sabablar bajarilmayapti. Hamma sabablarni qildik, uxlab qoldik. Mayli, endi 10 yil, 5 yilda bir bo'ladi bomdod qazo qilish. U mayli endi. O'tgan juma aytdik-ku, mojna to'lqa astarojna deb. Bu endi bo'lib turadi. Bandalik ojizligimiz bu. Lekin haftada 3 kun, 5 kun yo har kuni qazo qilaverishlik bu benamozlik bu. Qazo qilish emas bu. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu gaplari, hikmatli so'zlari aytdilarki, sizlar tavba qilguvchilardan ko'p o'tiringlar, chunki eng qalbi toza, qalbi yumshoq odamlar shular bo'ladi. Bu degani yomon ishlarni qilib, shuni tushunib, yomonligini tushunib tavba qilgan odamlar bilan o'tirish kerak va bu odamni hayotida qilib o'tib, bundan shoq chiqmagan degan so'z bor. Biz shoq chiqmaydi deymiz-ku. Shuni ko'rib bilib turib bizga o'sha odam nasihat qiladi, uka deydi. Qayt bu yo'lingdan deydi. Qilma bu ishni deydi. Deb turib ibrat ma'noda 2-3 ta qilgan ishini aytib, shundan foyda ko'rmagan, balki zarar ko'rganligini aytsa bo'ladi. Maqtanish ma'noda gunohini aytib bo'lmaydi. Mana bittalari ochiq aytib, biz ichgan aroqni bular icholmaydi deydi. Hozir ichmaydi o'zi. Biz deydi o'tirib 3 ta ishni 2 kishi bo'shatib ko'rardik deydi. Kashalat o'rgan ekanlar-da. Una qilib maqtanib bo'lmaydi. Una qilib maqtanib, lekin ibrat ma'noda uka, sen buna yuribsan-a, mana ishda men bunaqa o Pamir cho'qqisiga men bayroq tikib tushganman bu temada, lekin mana foyda bo'lmadi. Oxiri tushundik, qaytdik. Sen ham uka qayt, yo qimorvoz, yo bir narko, shunaqalar shu ma'noda aytsa bo'ladi. Shuning uchun Hazrat Umar radhiyallohu anhu shunaqalar bilan ko'p o'tiringlar degan ekanlar. Alloh taoloni Tavvob, ya'ni tavbalarni qabul qiladi degan sifati gunohkorlarga umid beradi. Yangitdan hayot beradi. Sabab noumid shaytondir. Alloh Qur'onda meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar degan, Allohni yaxshiyamki bizni baxtimiz tavbalarni qabul qilaman deb tavbaga imkoniyat bergan Allohimizning ismi sifati bor. Deb turib aytadilarki, bu joyda shu Allohning ism sifati
gunohkor bandalarga umid baxsh qiladi, yangitdan hayot baxsh qiladiki, tavba qilsak Alloh bizni kechirar ekan, gunohlar ketar ekan, noldan hayot boshlasak bo'lar ekan degan fikrni uyg'otadi. Al-Islam yaqta'u ma qablahu degan Payg'ambarimiz alayhisolom hadislari bor. Bu iymonsizlarga tegishli. Islom diniga kirish, islom dinidagi avvalgi hamma narsani yo'qotib yuboradi deganlar. Mana sahobalar hayotlarini o'qing, hammalari shirkdan qaytgan bilan. To'g'rimi? Shirkdan qaytdi. 10 talik jannatga bashorat qilingan Hazrat Umar qilmagan yomon ishi qolmagan islomdan avval. Endi tasavvur qiling, sen jannatga kirasan deganlar. Nima bilan erishdi bular shungana? Bitta tavba bilan erishdi. Tavba bilan erishdi bular. Endi ularga berilgan narsa bizga ham beriladi. Biz ham tavba qilaylik. Tavba qilgan odam jannatga kiradi. Faqat haqiqiy tavba qilaylik. O nasuh tavbasi deydi, buni sharti bor-da. Nasuh tavbasi qachon? Tubu ilallohi tavbatan nasuha. Haqiqiy tavba qanday bo'ladi desa, shu ishini o'rnida to'xtatish, bu ishini qaytib qilmaslik va bu ishini qilganligiga umrbod pushaymon yeyish. Shunda qimorvozni qimori kechiriladi. Shunda fohishani fohishaligi kechiriladi. Ey Xudo kechir qilib, ey Xudo kechir qilib, ey Xudo kechir. Nimasi tavba bu? Tavba dedingiz, bo'ldi, qilmasligimiz kerak biz shu ishni. Yana aytgan ekanlarki, Hazrat Umar radhiyallohu anhu xatolarni tark qilish, gunohlarni tavba bilan muolaja qilishdan ko'ra yaxshiroqdir degan ekanlar. Bu degani qilmagan yaxshi shu ishni degani, yomon ishlarni qilmagan yaxshi. Endi yo'q, men qilib qo'ydim-ku, chunki ko'pimiz bilib yo bilmay qildik-ku, endi aytdik-ku, tepada yemagan qandimiz qolmagan deb. Xo'p, yeb qo'yibmiz endi. Nima qilish kerak desa, vlajnida endi labda artish kerak endi. Bu degani o'sha vlajnida yegan shikolatimizni artib oryapmiz labimizdan. O'sha oldingi qilgan gunohlarimizni shuni artaylikki, orqasidan anu antiseptik ham sepib tashlaylik, asari ham qolmasin. Ya'ni avvalo qilma deyaptilar, bunday lo'nda qilayotgan. Qilib qo'ygan bo'lsa, endi tavba qil. Yo qilma, yo tavba qil degan ekanlar. Bilasizlarmi dedilar? Dard nima, davo nima? Yo'q, bilmaymiz. Nima u? Dard bu gunoh, davo bu istig'for dedilar. Dard bu ham shunga o'xshatyaptilar-da. Bu dard bu gunoh. Bu degani insonni jasadidagi dardiga lecheniya qilgandek, gunoh deganda endi uning ichida hamma yo'q kiradi-yu. Bitta sanayman, siz qaysi birini sanaysiz gunoh? To'g'ri yotibdi. Turi. Nomi bitta-yu, turi ko'p. Xo'p, shuni aytayaptilarki, xuddi dardga o'xshaydi, buni davosi tavba va istig'for deyaptilar. Ya'ni Allohdan kechirim so'rash deyaptilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar. Bugun vaqt tez o'tib ketdi, qanaqadir. Xo'p. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalomdan rivoyat qilib aytadilarki, Rasululloh alayhissalom kim istig'forda o'ziga lozim tutsa, bu degani doim istig'for aytib yursa, qaranglar bu imkoniyat. Ja'alallohu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Har bir torlikdan, arablarda dhiqin deydi, torlikdan, ya'ni bu yerda qiyinchilik ishlaridan chiqadigan yo'lni ko'rsatib qo'yadi. U Allohning ishi, bizning ishimiz emas. Qana ko'rsatadi, bu bizning problema emas. Bizning problema istig'for aytish. Allohning ishi bizga o'shani yo'lini ko'rsatish. Qarang, bu imkoniyat. Bepul, kuch ketmaydi, vaqt ketmaydigan narsa. Bu yerda liboy min kulli dhiqin deyiladi. Liboydan degan. Liboy torligidan chiqib ketadigan yo'l ko'rsatib beradi. Va min kulli hammin farjan. G'am, g'ussadan yechimda Alloh ko'rsatib qo'yadi.
G'am yo'q odam bormi? G'am yo'q kalla bormi? Yo'q. Hammamizda g'am bor, muammo bor. Alloh shundan chiqib ketishni ko'rsatib qo'yadi. Va razaqahu min haythu la yahtasib, va kutmagan tomondan Alloh rizq berib qo'yadi. Nuh alayhissalom qavmlariga aytdilarki, "Istagfiru robbakum innahu kana g'affara." Ey tavba qilinglar, Alloh tavbalaringni qabul qiladi. Yursilis samaa alaykum midrara. Sizlarning osmonlaringdan bulutlarni olib kelib yomg'irlarni yog'dirib qo'yadi. Yomg'ir barakotmi? Yomg'ir yog'sa keyin yeymizmi? Yomg'ir yog'masa suv bo'lmaydi bizda. Chunki Alloh suvni biz osmondan tushiramiz deydi. Suv omborda yomg'ir qor yog'sa keyin suv bo'ladi. Qarang, Alloh aytayaptiki, yomg'ir yog'dirib qo'yamiz. Va yumdidukum bi amwalin va banin. Puling bilan bola, nevara chaqangni ko'paytirib qo'yaman deyapti. Ko'paytiradi deyapti. Va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Sizlarga bog'roqlarni yog'dirib barakotli qilib yuboradi. Va sizlarga anhorlar, bu degani suvni mo'l-ko'l qilib qo'yadi. Bu degani hayotingni original qilib qo'yadi. Nima bilan? Bitta istig'for bilan. Bepul. Kuch ketmaydi, vaqt ketmaydi, to'g'rimi? Rolda, yo'lda ketmon chopayotib, hali aytgandek bitta gap, hojatxonadan boshqa libboy joyda. G'usl vojib odamman. Ko'rpada o'ranib yotgan odamman, turgan odamman, suyanib o'tirgan odamman. Bu degani biz xalq shu 35 milliondan O'zbekiston aholisi tavba qilib istig'for etsak, lo'nda qilib aytganda Alloh bizga yog'dirib yuboradi. Dunyo tan oladi oxiri. Bizga yog'dirib tashlaydi barakotlarini, nurini, fayzini. Bu degani nima degani? Hayotimiz qanday bo'lishi bevosita bizga bog'liq, o'zimizga bog'liq. Xor bo'lish ham, aziz bo'lish ham. Bu yil qor yog'ib ko'rmadikmi? Vodiy ahli deyarli. Mana biz Farg'ona ahli deyarli bir 3 qo'llab qo'y ko'rmadikmi axir? Nimaga deb o'ylaysiz? Qani oldingi barakotli qorlar? Qani? Xo'p, Xudo saqlasin, erta o'tiningga yomg'ir yog'may qo'ysa nima bo'lamiz? Bugun dehqonchilik qilmayotgan, ishi yo'q deya, oshna 7 pachka dollaringiz bo'lsa ham bitta bir buxanka nonni ishini qilib berolmaydi. 7 pachka 70 ming dollar pulingiz. Noto'g'ri bo'lsa ayting. Bir buxanka bo'rka bitta oilani o'lmasligini oldini olib berishi mumkin. Bitta oilani. Lekin 70 ming dollar olib berolmaydi buni. Nimaga? Yo'q nonni ishaning, ocharchilik bo'lsa 70 ming dollarga hech kim sotmaydi. Qo'pol qilib aytganda shu 70 ming dollar hojatxonadagi bumagadan farqi qolmaydi. Ocharchilikda. Ishoning qolmaydi. Mana Allohning ne'matlarini bebaholigi. Bebaholigi. O bir kino bor. Bir joyda 2 dona bug'doyda o'sib qolganini ko'radilar, qopdan to'kilib. Diki bo'lib yashaydi-yu. Robinsonmi? O'sha hamda qarasi to'g'ri, boshqa joy ishlagan kino, lekin ibrat qilingda, bug'doyni qana asrab avaylab ko'paytirib oladi. Bekorga bizning rizq ro'zimiz deb aytilmaydi bu nonni. Shikolat ko'ngilga tegadi, asal ko'ngilga tegadi, non ko'ngilga tegganmi? Mana 40 ga kirgan yigit 40 yildan beri yeyapsiz nonni. Ko'ngilingizga tegdimi? Alloh shuni yaratib qo'ydi. Suv ko'ngilga tegdimi? Yo'q. Qolgan narsa deysiz. Deysiz. Qani non suvdan demayapmiz u. Buyuk qudrat egasi bo'lgan zot tepingdan yog'dirib yuboraman deyapti. Bizni zo'r farovon, zo'r yashash o'zimizga bog'liq. Xor bo'lish ham o'zimizga bog'liq. Shuni tushuntirib bo'lmayapti mana yoshlarning ichidagi yomon, rasvo, fohisha, qimorvoz, ko'chadagi zo'ravon, pichoq tiqayotgan, poraxo'r, yolg'onchi, kazzob, dortaydan qochgan odamlarga shuni tushuntirib bo'lmayapti. Eplanmay qolamiz. Allohdan balo kelsa eplamo, quloqlarni sinig'i, bo'yinlar, bu chiroylar, bu qomatli ish bermay qoladi. Shuni tushuntirib bo'lmayapti. Sanlar sababli iminda balo o'zingga kelsa, tasavvur qilib bitta xata deyshadi. Bu iplos fohishalar pul topadigan qo'shmachi bir itdan battar rasvolar borda, shu
iloji bo'lsa suvaylan sindirib olsa, shunaqangi qo'shmachi xotinlar borda, ifloslar bor. Shularni iminni o'sha domini o'zini ikkinchi etaji shuni olib turib yerga yutqizib yuborsa qani edi shu. Shu ifloslarni. Shu qumorbozlarning shu xonasini, to'rga to'r xonada qumor o'ynayotgan joyi iminni o'sha o yerda bilasiz, yadrosi bor, mantiya bor, yer posti bor. Shu yadrogacha kirib ketgan deydi, mana shu ifloslar o'zi yo'q bo'lib ketganda. Lekin o'rmonga o't ketadi, qurug'ini deb ho'li ham ketib qoladi, sheti bor. Allohning g'azabi kelsa, bunday o'ylaydi, kim to'xtatadi? Shuni shularga tushuntirib bo'lmayapti. Bo'ldi endi, to'xtat endi, xo'p, qilsan nafsingni ko'yiga kirib, shaytonning gapiga qilsan shuncha yil. Bo'ldi endi, to'xtat endi, Xudo xayri bergur deb shuni biz mehribonlik qilib gapirayotganmiz, ular nito tushunyapti ular. deb o'ylab qarasiz, o'sha iplos fohishalik qilsa menga nima ziyon deb o'ylab qarasiz. Sizga nima ziyon? Lekin butun xalqqa ziyonligini shuni tushuntirib bo'lmayapti. Ey, shu zararing bor, Xudoning g'azabi keladi, yomon bo'ladi. Mana u virusni gapiryapti-yu, at chiqardi, bat chiqardi. O kuni ham aytdim. Koronavirusni Robbisi Alloh. Uni xoliqi Alloh. Kimga borib o'ldirdi nechtasini, qirib ketdi. Bandam dedi, uka, sen o'zingdan ketma deydi. Yorib qo'yaman deydi-yu, kimdirlar. Ne qarasam, laycha va killaveradi. Ursa, yotib olishini bilib urmaydi ko'pchilik. Uka deydi. Alloh bizni, bandam, men borman, nima qilyapsan deb qo'ydi. Mana shu koronavirus shu xolos, siltab qo'ydi xolos. Bizni urgan yo'q. Urganda hammamiz qirilib ketadi, o'ligimizni itlar yerdi, ishaning yerdi. Ko'madigan odam yo'q bo'lsa kim ko'madi? Men o'lsam, siz o'lsiz, kim ko'madi? Men o'lsam, sizlar ko'masizlar. Siz o'lsiz, biz ko'mamiz. Hammamiz qirilib ketsak, itlar yeydi o'ligimizni, ishaning yeydi. Lekin Alloh Qur'onda xohlasam hammani qirib yuboraman degan. 10 mingga boshqasini qo'yib qo'yaman degan. Endi buni hammamiz jam bo'lib yoshlarni nasihat qilish kerak. Mana o'sha 1-2 kun oldin hali ayollarda bayramida ko'ribdi, ko'chada hayron qolaman-da. Yo'lda turibdi, u mashinaga kelib to'xtab olib ketyapti, bu olib ketyapti. Deb qarasiz, shu o'zimizning millat, muslimalar. Mashinadagi bolalar ham o'zimizning bolalar. Shu musulmon bolalar. Alloh taolo hammamizga tavba nasib qilsin. Ilohim tavbalarimizni qabul qilgan bo'lsin. Alloh mana biz jumani qana eshitgan bo'lsak, bizdan ko'ra Alloh yaxshi eshitdi. Men gapirayotganimda sizlar faqat ovozimni eshitdilar xolos. Alloh qalbimni ham qo'shib eshitdi. Inshaalloh Robbimizning roziligi uchun g'am yeb gapirdik. Ilohim ta'sir bo'lsin. Gapirgan gapiga amal qilib gapirgan insonni gapi ta'sir qiladi. Shuning uchun siz ham o'zingiz ham amal qilib gapiring, men ham amal qilib gapiring. Inshaalloh gaplarimiz ta'sirli bo'ladi. Duo qilaylik. Allohim o'zing mehribon zotsan. Mana hozir tepada oyatda aytdik, ey insonlar, hammalaring tavba qilinglar degan. Allohim sening gapingni o'qidik, kalomingni o'qidik. Bular eshitishdi. Shu gapingga muvofiq tavba qilganmiz o'zi, yana tavba qilamiz. Umrimiz oxirigacha tavba qilamiz. Hatto namoz o'qib vaqt nima deyapmiz? Astag'firulloh deyapmiz. Qarang. Qanday baxtli bandalar bizki, namoz o'qib turib ham, ey Xudo bizni kechir deyapmiz. Alloh o'zing mehribon zotsan. Sen va'da bergansan, tavbalarni qabul qilaman degansan. Seni va'dingga muvofiq biz tavba qildik. Tavbalarimizni o'zing qabul qilgin, gunohlarimizni kechirgin. Ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin, o'tganlarni rahmatingga olgin. Shu tavbamizga umrimizni oxirigacha, jonimiz chiqqungacha vafoda bo'lishimizni, sobit qadam bo'lishimizni Alloh hammamizga o'zing nasib va rozi aylagin ya arhamar rohimin.